Bugun oporniy diskalar haqidagi sizni qiziqtirgan ma'lumotlar va narxlarni aytib o'taman. Xo'p, oporniylar haddan tashqari qizib ketsa, deformatsiya bo'ladi. Bu rulni titrashiga olib keladi va eng asosiysi, qizib turgan oporniyga hech qachon karchir urmang. Diskalarning qalinligini har 50 ming yoki 70 ming kilometrda tekshirtirib turing. Endi bularning narxlarini bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Damas, Tico bir xil bo'ladi, jupi 145 ming so'm. Matiz, Nexia Sonus ikkovi ham 210 ming so'mdan. Nexia 1.6, 1.5 Donuslar 280 ming so'm. Lacetti 280 ming so'm, Spark 230 ming so'm, Cobalt 1-2 pozitsiya 270 ming so'm, 3-4 pozitsiya 280 ming so'm. Albatta bu zapchastlarni va bundan tashqari original motor hadovoy zapchastlarini ham katta ob'yomda zakaz qilsangiz, inshaalloh O'zbekistonning istalgan nuqtasiga yetkazib beramiz. Onlayn zakaz qilish uchun profilimiz shapkasidan Telegram gruppamizga o'tib, o'zingizga kerak bo'lgan zapchastning nomini yozsangiz bo'ldi. Albatta bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.